Xo'p, yanami? Hurmatli ayollar, siydik tutolmayapsizmi? Tug'ruqdan keyin shunday muammolar bo'lyaptimi? Siz uchun zo'r yechim bor, videoni oxirigacha ko'ring. Sizda shunday muammo bor, lekin operatsiya qilgingiz kelmayaptimi? Bunday muammodan siz qutulishingiz mumkin. Atigina 28 minut davomida hech qanaqa og'riqlarsiz zo'r yechimim bor. Bizda zo'r apparatimiz bor, nomi Emcell. Emcell hozirgi kunda eng zamonaviy va eng qulay aynan shu muammolar bo'yicha apparat hisoblanadi. Emcell apparat payti ayolimiz atigina 28 minut davomida magnit impuls orqali mushaklarini mustahkamlash beriladi. Buni zo'r yechimi bor. Apparat Emcell, aynan bu apparat bizning klinikamizda turgan. Bu apparat Emcell klinikamizda kimga qo'llanadi? Agar siz pishob tuta olmasangiz, CD usha olmasangiz, tug'ruqdan keyin barcha jinsiy hayotdagi qoniqmasangiz, bu apparat sizga zo'r yordam bera oladi. Bu Emcell apparat payti ayol kishi magnit impuls orqali xuddi 11,000 martaga mashq qilgandek bo'ladi. Bu muolajani o'zingizni kiyimlaringizda o'tirib 28 minut davomida olib ketsangiz ham bo'ladi. Emcell apparat bizga mushaklarni tiklab berishga yordam beradi va bu hozirgi vaqtda eng tez, eng qulay va eng zamonaviy yo'llardan biri apparat deb hisoblanadi. Butun O'zbekiston bo'ylab apparat Emcell atigina 2-3 joyda qo'llangan va bitta joy esa bizning klinikamiz. Bizning klinikamizga tashrif buyuring va bu muammolaringizdan yechimini toping. Manzilimiz Bog'saro ko'chasi 2-4 va quyidagi raqamlarga murojaat qilsangiz, men bu muolaja haqida sizga batafsil ma'lumot beraman.